köftesi. Hürmetli aziz tomoshabinlar, ben Ro'zaxun Tudaxundan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom, rahmat sizlarga. Mana bugun Abida sherikati tajdarini ilib, Baray sherikati alayib qo'llab, Tahriy sherikati yaqindan hamkorlashib, milliard nomidagi sahnani qurib, bu orzuyimga yetib oldim. Rahmat sizlarga. Sen bilim qilib qo'ymading, bizga qilib qo'yding adash. Yok çolpandı götürdüm. Bizim pılcığı bunu seçili hükmaz. Bu ne kazanmıştım. May çeçere de geçip. Gelimen değil mi? Kim bu eşek tuğzup bu meşedilli doğrulaydı bu. Zaten kolun çıkamız bulmaydı değil mi? Daha kalıp kollarını çıkarıp eklip bir daha getirip. Ta tişiğili karama şartlı ayak araba. Ne yaktın ki bakıdık var. Kılma adaş men. Ama çok kol çıkan ki siz kalmayın. Kol çıkamız olmaydı o. Ma adaş mana müstakip durup la adaş. Müstakip dige. Ben bayağı karap durup. Tüyürük durup kaldırma karamanga. Oldu adaş kettin bu yugan çöp getipti bu. Ya ben yugancım ha. Ya vakrayım etçidim ay. Ya Fıkam, kile mi gel? Bundan sonra, kile. Ne mi? Kile resim kişi olay sen bilen. İçindim, yumak ellik getim kile. Zippe. Onu küçükpegen ki mayakta dıtlav atan ya 7-8 adamlar var. Aka özümüzden çalıp ne adam ya. Ben bunu bile kile tutsam ya. Ben ayak çıkıp kalmama da çıkıp ben. Kolun ne diyor bana? İş kolun ne diyor bana? Ben kıpırma. Bütün şekillerimi kıpırma. Ve hem de bu bir naçar iş emas ko mana sizlar bizning xalqimizning eng katta cho'lponlari o'tirsizlar. Haqiqiy cho'lponlarimiz bir parcha rasm tushib olish uchun hargiz yoqtirmaydi. Xo'janim bu cho'lponlarning gapi bo'lib qo'yotdi. Masalan, endi bizniki sana saharimizdagi cho'lponlar Xalmurod akam, Toshmat akam, Qaysar akam, Nurnisa akam, ishki riyosatchimiz Shamsi akam. Katta cho'lponlarimiz endi haqiqiy tirishib, ajr emgak bilan, mehnat bilan chiqqan cho'lponlar. Bir tal naqshi bilan to'nilib ketgan cho'lponlar bor ekan. Masalan, Dimash Qozog'istondagi. Bir naqshi bilan bir kechada xalqarалық naqsh bo'lib ketdi. Oshda bolalar bizning diyorimizdan chiqsa bo'ladi desam, chiqdi bizning milqi Mehmet Tursun degan inimiz. Bir kechada qopildashning naqsi. Ben şanlasam chiqdi la 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 la. Shijinasam chiqdi la la la. Bodulqinasam chiqdi, mashina og'zinglasam chiqdi ishdan da. La la. Hem de o bir münasebet qilmaydi, yo'l qilmaydi, yaraydi naqsi. Xalqimiz onunğa yaxshi yuqori baho berdi. Shu inimizning ishlari yaxshi bo'lsin, cho'lpon bo'lish uchun bir kechilik o'tkazish, yana birinim shu tetiydigan bir tal narsa bo'lsa, mening farazim cho'lpon bo'lib ketdi deb o'yladim. Buning uchun ajr qildik emas ham cho'lponlar. Hamda sizlar hamda sana saharimizdagi cho'lponlar sizlar. Bu cho'lpon sana sahasida bo'lmaydi. Masalan, her bir kesip, her bir tür, her bir sahanın çoğulpanları var. Mesela doktorluk kesbideki çoğulpanlar var. Mağarip sepideki çoğulpanlar var. Kanun sepideki çoğulpanlar var. Hatta biz bilmeydiğen yalnız bir anı turup, manlay terini çıkarıp, 4-5 balsını bekip, terbiyelep, vatan kılık, yaramlık, adam kıldıgan biz okumaydiğen anı çoğulpanlarımız var. Onundan sert, mana bu da ketem bizniki gulcığa, bilisizlar asosiyatdan. Bunu Gozgo'ga bir ko'rik saldi. Dikkatli qilib. Gulcı xalqining 3 soatlik yo'lni qisqartib berdi hisobda, talkinni aylanib chiqatib burun. Shu ko'rikni salgan injenerma o'zining kasbidagi cho'lpon. Shunday korxonchilarimizning ichidan nurg'un odamga naf yetkazayotgan, nurg'un ishsizlarni ish o'rinlashtirayotgan cho'lponlarimiz bor. Hamda olay. Rahmat. İşte qarsam Toshmatkamning bir gapi bor deyman. Yaras aka. Bir chiroyi chiqatdi. Ya bir so'g'itibmi dedim. Ya gulibmi? Meshak bir chiqadigan bir chiroy bor aka. Ras. So'g'at bo'lsa sen aylansin chiqaymi. Rahmat aka.
Xo'sh aka, Tashmayotganimni yana bir chavak bilan bir kutib olaman. Mübarek olsun ukam. Rahmat. Bugün ben emasmişe katnaşkan bizim dostlarımız, kesiptaşlarımız, ustaz akalarımız olsun. Hemmimiz nait alayda alette hayacanlanıp biraz haqiqiy yurkimiz bilan kulib, qoyillik bilan chavak yoritib, sening bugungi natijalaringdan so'yinib o'zimizning natijasidek faxrlanish tuyg'usida o'tirib turibmiz. Mana Xalmurat akam boshliq, Abdukeram Abdulaziz, Odil Majid, mana mush qatorliq bizning hurmatga sazovor ustozlarimizdan keyindan iz besib, bugünkidek ustozlarimizga, bizga shundaqla xalqimizga kulgi ato qilish safariga otlanganiga muborak bo'lsin ukam. Rahmat aka. Rahmat. Xo'sh, so'g'at bugun Ro'zaqov ukam senda aylansın. Ben zade Aka, endi menda Tashmayot aka. ha Endi sizni nima sovg'at kelgandi deb arzu qilyapman. Gul keldingizmi? Ya naq pulmi? Nima? Shuni bir Davitan aka bir ufqo'ylab tushib ketayman. albatta men gul tayyorligimga bugungi ehtiyojim sharoit faqat yor bermadi. Biroq nihoyat cho'ng bir gul dasta o'lkanmoqdim. Pul desek, seni endi kasbni pulga bog'lab ezib ketib qolmasin deb bu tarafga to'xtab qoldim. Men endi yanilla mush san'at sepida mana bugünkidek hayajonlanib mushtaq fursatlarga ega bo'ladigan, o'zim yaxshi ko'radigan kasbim orqali sana ko'nglimni bildiray deb bir naqsha ib keldim. Bu sahnada aka men yomon japat qurdimcha Tashmayot aka. Albatta. Shuning uchun avval shu naqshini men bir uqib olay. To'g'ridu? Oson japat qilyapman men qaysini aytib bersa aka, Davitinga. Sana etip bir tapsın. Bugün sıraz alaydı sorun bupta baş tallıtıp muşakka yaksa aytib Ha? qo'ydim abi. Menga yoqsa tamash bular yoqatdi ava. Ondan sonra ben mana shu eng san'at hayotda qadam qo'ygandek yaxshi ko'radigan hafta naqshni aytmasam qanday bo'ladi? Nima? Nima? Aka, u naqsha menmi anglab cho'ng'agan naqsha. Bak esil naqsha. Lekin aka bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sebebi aka mush mehmonlar men 3 soat, 4 soat ara vaqti bor. 3 soat o'tirib tursa Xalmurat aka deb ara keldim. Bu naqshini dushanbadan tortib boshlaysiz. Qoldirib yuboradi. Chorshanba, seshanba, orliq payshanbalari bor. Juma. Yani şembe keyingi dushanbaga hiç turamizmi biz? Mala ketib qilib shundan chorshanba ikkimiz yolg'iz chiqsak men. Şunisi aka boshqa ne? Yengisini aka. Bu yengi sakni qo'yib bu texib burun yo'q qo'ydi. Yengi saknamanki yengini aytib bersak aka. Boshqa ne? Bo'pti. Yangi naqshlar mushtaq qadr qimmatli saklimizda aylansin fikam bugünkidek mushtaq bir alayda faoliyatga atab men bu shu tomoshabinlarimizga bir ömür hayatını külki ato qilib, nurg'un o'zlariniki jafoliq tirishish, qiyinchiliklarning oqisiga badiliga külki ato qilayotgan mana mush Xalmurat akamdek, Abdukeram Abdulazizdek, Odil Majiddek, yani talay ustozlarimizdek ajr qilayotgan, ya'ni sana o'xshash mana bugünkidek yaxshi qadamni guldastlar bilan ib kelayotgan, shu külki ato qilayotgan san'atkorlarimizga bag'ishlab bir ijodiyat taqdim etay. Hürmetli aziz tomoshabinlar, bizning Milyar sahnasi programmamizning ajdorligini olgan o'rin Xinjiang Abida şirketi. Alayda hamkorlashgan o'rin Baray tamoq yetkazish supisi. Qo'llagan o'rin Faxriy so'l chekish şirketi. Milyar